o't o'ldiradigan dorilarni ishlatdingiz yoki qurtlarga qarshi insektisidlarni qo'lladingiz. Dorilar umuman foyda bermadi. Bundan tashqari, yomg'ir yog'ib, sel kelib, dorilarni yuvib yubordimi? Bu yerda sizni xatoyingiz bitta. Sizlarning xatoyingiz yuqorida aytib o'tgan barcha preparatlarga esa sirt faol moddasini qo'shmaganingiz. Bu sirt faol moddasini qo'shsangiz nimalar hosil bo'ladi? Agarda gektariga 200 gram yoki 300 gramdan qo'llanilganda esa shu preparatni sifatini oshirib, kachestvasini yaxshilab, ya'ni ishlash jarayonini sifatini yuqoriga olib chiqib beradi. Ya'ni yomg'ir yog'ib, sel kelish oqibatida esa har qanday preparatni yuvib ketmasligini, ya'ni sifatini tushirib yubormasdan natijasini ko'rsatib beradi. Dehqon fermer akalar, xuddi shunday sifatli dorilarni esa faqatgina AgroCitydan topishingiz mumkin. Sahifamizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa uni saqlab qo'ying. Batafsil ma'lumot uchun esa pastda nomerlarni chiqarib qoldiramiz.